Test sinovlarini o'tkazish tartibi. 2024-2025 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga hamda kollej va texnikumlarga kirish test sinovlari 14-iyuldan boshlanadi. Test sinovlarini o'tkazish uchun respublika bo'yicha 73 ta bino tanlab olingan. Abituriyent test sinovida ishtirok etadigan joyning geolokatsiyasi abituriyent ruxsatnomasida QR kod shaklida ko'rsatilgan bo'ladi. Test sinovi o'tkaziladigan hududga kirishda abituriyentlar bir nechta nazorat punktlaridan o'tkaziladi. Abituriyentlar test sinovlariga biometrik pasport, ID karta yoki yangi turdagi haydovchilik guvohnomasi hamda abituriyent ruxsatnomasi bilan kelishi shart. Pasport nusxasi yoki boshqa hujjatlar bilan kelgan abituriyentlar test sinovlariga kiritilmaydi. Abituriyentlar test sinovi o'tkaziladigan hududga telefon, kalkulyator, quloqchin, soat, lug'at, shpargalka va shu kabi turli vositalarni olib kelishi taqiqlanadi. Agar abituriyentda taqiqlangan vositalar aniqlansa, dalolatnoma tuzilib, test sinovidan chetlashtiriladi. Test sinovi o'tkaziladigan binolarga kirishda video fiksatsiya qurilmalari orqali abituriyentning shaxsiga aniqlik kiritiladi. Video fiksatsiya qurilmasidan o'tganda shaxsi tasdiqlanmagan abituriyent Ichki ishlar vazirligining shaxsni identifikatsiyalash qurilmalari orqali tekshiriladi. Unda ham shaxsi tasdiqlanmagan abituriyent Ichki ishlar xodimi tomonidan o'tkaziladigan surishtiruv natijasiga ko'ra dalolatnoma asosida test sinovidan chetlashtiriladi. Test sinovlari 2 smenada o'tkazilib, birinchi smena 8:00 da, ikkinchi smena 15:00 da boshlanadi. Barcha abituriyentlar birinchi smenada 7:30 gacha, ikkinchi smenada esa 14:30 gacha o'zi uchun belgilangan o'rniga joylashgan bo'lishi lozim. Belgilangan vaqtdan kechikib kelgan abituriyentlar test sinoviga kiritilmaydi. Test sinovida abituriyentlarga 3 ta majburiy va 2 ta mutaxassislik fani bo'yicha jami 90 ta test topshirig'i va ularni ishlash uchun javoblar varaqasini to'ldirish bilan birga 3 soat vaqt beriladi. Binolar statsionar va 360 gradusga aylanuvchi video kuzatuv moslamalari bilan jihozlanadi hamda test sinovi jarayoni test2024.uz sayti orqali onlayn translyatsiya qilinadi. Sizga test sinovlarda muvaffaqiyat tilaymiz.